Old money stili deganda xayolimga faqat Cartier'ni tank modeli keladi. Bundan boshqa model emas. Do'konimizning yengilligi videoning oxirida narxini aytib o'taman. Bu soatimizning dizayni ham menimcha hech kimga yengillik emas, chunki o'ylashim bo'yicha bu soatning bir kopiyasini O'zbekistondagi 70% dan ortiq inson xarid qilishga ulgurgan. Xo'p, bu soat haqida fikrlarni kommentariyaga yozib ketsanglar ham bo'ladi. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Xo'p, bu soatimiz Cartier brendiga tegishli tank modelining A kopiyasi bo'ladi. Soatimizning dizaynlariga e'tibor berasizlar, juda ham chiroyli va bejirim qilib ishlangan. A bilan B ning nima farqi bor deganda, A kopiyasi o'zini originaliga juda ham yaqin qilib ishlangan bo'ladi. Soatimizning korpus dizayni ham ancha ingichka qilib ishlangan, xuddi o'zini originallariga o'xshab. Bu soatimizning mexanizmi kvarts variant bo'ladi, yapon motor. Soatimizning oynalari mineral, korpuslari va zastoshkasi nержавеющий stal, ya'ni ranglari o'chmaydi. Soatimizning remishoglari ham original, toza, charm bo'ladi. Orqa tarafida o'zini brendlari tushirilgan. Ham zamonaviy, ham retro stilga mos tushadigan Cartier tank modeli soatimiz do'konda 4 xil rangda sotuvda mavjud. Sizlar buni bemalol boshlang'ich to'lovsiz mayvashdan xarid qilsangiz bo'ladi.